Aziz do'stlar, aziz obunachilar hammaga assalomu alaykum. Taxi Store kanaliga, Kamila Muhammad Yusufning kanaliga xush kelibsizlar qadrli do'stlar. Bugun eslatib o'taman, haftaning juma kuni 31-oktyabr kecha bo'lsa bizning tug'ilgan kunimiz edi, ya'ni tavallud ayyomimiz. Kim nima deydi, kim nima qo'yadi, bu o'zining ishi. Xullas hammani tabrikligi kattadan katta rahmat qadrli do'stlar. Biz Xudo xohlasa sizlarga yaqin kunlar oldin biznes tarifida ish boshlashimizni ko'rsatib o'tgan edik, tayyorgarliklar qilganimizdan, ekzamen o'tganimizdan. Va shu kun keldi, mana nima mashina oldingiz deb so'rayotganligi, mashinamizga qiziqayotganligi, biz o'z avtomobilimizni ko'rsatamiz va ko'rishingiz mumkin. O'zimizga biznes tarifida faoliyatimizni yuritish uchun hammaga ma'lum bo'lgan, hammaga hozirgi kunda mashhur bo'lgan O'zbekistonda o'zini o'rnini egallashga, nima deydi, o'zining o'rnini topishga ulgurgan mashina Honji avtomobili sizlar uchun qadrli do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Qisqacha video obzor 2025-yil restyling versiyasi 500 talik yangi komplektatsiyada full, hech kim haydamagan, hech kim aniq qilmagan bu mashinani biz salkam 2 hafta vaqt oldin oldik. Shunchaki tayyorgarliklar qilib, endi sizlarga qanaqa video ko'rsatishi, qanaqa video obzor qilish uchun ozgina biz biznes tarifida, Comfort Plus elektro tarifida ishlab ko'rdik. Va xulosa shundan iboratki, biznes ham, Comfort Plus ham, elektro ham gruppamizda, ya'ni Telegram gruppamizdagi bor insonlar bilan men fikr almashdim. O'zimizning shu biznes haqida bo'lgan fikrlarimizni aytib o'tdim, sizlarga ham aytib o'taman. Unaqa qoniqarli emas, summa to'g'ri insof bilan Yandex hisoblayapti, lekin bu degani yaqinda agar kim bilmasa, menimcha hamma bilsa kerak, shu foizlarni oshirib yuborgan. Va bu foizlar oshgani hisobiga bu yo'l haqqi ham unaqa sezilarli darajada emas va bu yo'l haqqi biznes tarifiga emas, balkim Comfort Plus tarifiga mos desam ham bo'ladi. Shuning uchun nima deymiz, mayli bu yo'lga shu tarifga qadam qo'ydik. Biz xudo xohlasa 2 kun biznes tarifda ishladik. Shu bilan keyin asablar uje aniq qilib kastim ishim, klassik o'ynashim, oyoq kiyimlarga o'rganmaganmiz. Qaytadan yana elektro va Comfort Plusga o'tib oldik. Ishlamaslik, nima deydi, ishlash xohishi uje yo'q bo'lib qoldi desam ham bo'ladi. Lekin ozgina vaqtdan keyin yana o'zimizga olib, yo to'xta, ancha yil kutgan, ancha yildan beri kommentariyada yozib kelayotgan obunachilarimiz uchun ham biz buni ko'rsatishimiz kerak deb niyat qildik va o'z niyatimizga Allohga behisob shukrki biz yetishdik qadrli do'stlar. Endi mana bizning kanalimizda ham biznes, elektro, Comfort Plus tariflarida video obzorlarini bundan buyog'iga xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, yana bir marta aytaman, kanalimizga xush kelibsizlar. Avtomobilimizdan video obzorlarini ko'rdinglar, ichlarini ko'rdinglar. Unaqa deyarli eskicha Honji bilan o'zgarishlari katta emas. Ba'zi bir narsalar minus qilingan bo'lsa, ba'zi bir narsalar plusga qo'shilingan. Lekin 3051 kilometr yurgan bo'lsam bu avtomobilda hozircha taassurotlarim yaxshi, mijozlarning ham taassurotlari yaxshi, ya'niki hali hech kim yomonlagani yo'q. Mashina unaqa ekan, mashina bunaqa ekan degani yo'q. Aksincha hamma shu odamlar uchun ishlab chiqarilgan birinchi avtomobil, keng, yaxshi, nima deydi, zo'r deb maqtashyaptiki, hali bir yomon, bir negativni gap eshitganimiz yo'q. Bu esa o'sha taksometr, Yandex taksometri ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda 10 ball minus bo'lgan, chunki ba'zi bir zakazlarimiz atmayin qildik, ishlaganimizda kelmadi. Bizning profil reytingimiz 492 ko'tarilyapti. Bu bundan ham past edi. Honji 25 tariflarga keladigan bo'lsa, premier tarifga bizning avtomobil o'tmaydi. Yandex qonun qoidalaridan nima deydi, o'sha 25-maygacha bo'lganlar, ulanganlar o'tishi mumkin. Undan u yoq yo'q deyishgan. Bizga poka shu premier tarif kerak ham yo'q. Biz bismillohni aytib liniyaga chiqdik. Keyflar yomon, lekin unaqa to'q keyflar bu tariflarda yo'q desam ham bo'ladi. Aziz do'stlar, 7 balli probka shaharda. Biz bo'lsa o'z ishimizni boshlaydi. Endi ko'pchilik biznes tarifda xo'p ishlab ko'ribsiz, nimalar ko'rdingiz, daromad qanaqa ekan deyishadigan bo'lsa, daromad o'sha men kilometrajga hisoblayotgan summalarni o'zgarganini his qilganimni hisobga olmasa, atak qolgan hammasi o'sha bir kunda qancha pul topgan bo'lsam Comfort tarifida o'shandan unaqa sezilarli ko'p emas. Bilmadim kimda qanaqa, lekin og'zini ko'pirtirib, to'ldirib 3 million ishlayapman, 2 million ishlayapman, 1 million ishlayapman, 2 soatda, 5 soatda, 4 soatda choy pullari ko'payib ketdi.
чересчур katta summa olib tashadi deganlar keladigan bo'lsa, unaqa summalar yo'q, bilasizlar. Men hech qachon bekitmaganman va yolg'on narsa gapirmaganman, ochiq gap. Oldinlari shu boshqa taksi blogerlarni ko'rardim, rostdan shunaqa ekan deb qiziqardim, chunki o'zim ishlab ko'rmaganman, bilmasdim. Mana o'zimni boshimga kelib tushdi shu narsa. 2 safar ishlab ko'rgan bo'lsam, 2 safarda bunaqa katta choy puli ko'rmadim. Balkim endi bu yog'iga nasib qilib ko'rmasak, yana bilmadim aziz do'stlar. Lekin katta summalarni ishlash xohishi bilan biz chiqqanmiz bu ishga. O'sha intervyuda ham yandagi o'sha xodimni so'rayotganda nimaga endi aynan biznesga deganda shu daromadni oshirish maqsadida o'tganmiz va niyat qilamizki, Alloh nasib qilsa daromadimizni oshirishga. Hali 10 kun, 15 kun, 20 kun biznes tarifida ishlamadim, faqatgina 2 kun ishladim. 12 soat ishlamaganimgaman balkim, lekin boshqalar to'ldirib aytgandek 5 soat, 6 soatda emas. 5 soat, 6 soat, 8 soat ishlaydigan bo'lsangiz, u o'sha nima deydi, Yandexda o'sha qolgan o'sha biz bilgan Comfort Start tariflardagi gap. Summani to'g'ri balandroq bo'lishi mumkin. Keyingi masala eshik ochib berish degan, xizmat ko'rsatish, u bunaqa edi, bu bunaqa edi, summa arzimaydi, nima keragi bor deydiganlarga ishimiz shu qadrli do'stlar. Shunga nima deydi, rozi bo'lib biz Yandexga ishga kirganmiz. Eshikni ochib berish kerak bo'lsa, eshikni ochib beramiz. Yaxshi xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, biz yaxshi xizmatni ko'rsatamiz, chunki biz hammasiga o'zimizning nima deydi, xohishimiz bilan o'zimizga rozi bo'ldik. Meni hech kim majburlagani yo'q, meni hech kim mana qilgani yo'q. O'zimning xohishim bilan o'tdim. Shuning uchun qo'ldan kelgancha iloji boricha rozi qilib odamlarni shu pulini olishga, tushirib yuborishga, shu reglament asosida ishlashga harakat qilamiz. Bu Yandexga paxta qo'yish emas yoki mijozdagi paxta qo'yish emas, balkim o'sha sulhga nima deydi, amal qilgan holda ishlash. Bizda to'g'ri eskidan bunaqa narsalar bo'lmagan, o'shaning uchun g'alati eshitilishi mumkin, boshqacha ko'rinishi mumkin. Nima deymiz endi? Zamon talabi, hayot shu tarafga qarab ketyapti. Biz ham shu nima deydi, zamonga moslashgan holda, orqada qolmagan holda ishlashga harakat qilamiz. Qolganda bo'lsa video davomida kuzatasizlar, bizga hali zakaz tushgan yo'q. Zaryadkaga keladigan bo'lsa 43% zaryadkamiz bor ekan. 186 kilometr zapas xod ko'rsatyapti 43% ga. Qolganda video davomida ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, o'rtoqlar, syomka qilishga uspet qilmadi, bizga 6000 plyusi bilan biznes tarifdan o'zimizga birinchi zakazni berdi. Hatto undan oldin bitta zakaz berdi, biznes tarifdan uni olmadik. Chunki dolgay poyezdka bo'lib Toshkent City Mallga tushdi. Ya'niki Toshkent City Mallga aksariyat hollarda bilasizlar, o'z obishni tarifida ham ko'p bolaliklar, ko'p anaqaliklar chiqishadi, boshqa qilishadi. Shuni hisobga olgan holda, ya'niki intuitsiya ishga tushgan holda. Ikkinchi sababi shu, shuning uchun olmadik. Hozir bo'lsa mana bu zakazimizga biz yetib keldik. 207 kilometrdan kelib tushdi bizga bu zakaz. Chinobod, ya'ni Yunusobodga borar ekanmiz. 9 kilometrga 29 daqiqalik yo'l. Novostroyka Parkenskiy zakazimiz kartali zakaz ekan. Shu klient bizaniki ekan desak, bu klient bizaniki ekan. Ko'ramiz, ya'ni ko'pdan ko'p holatlarda ko'pchilik haydovchilar misol uchun o'sha biznes tarifida ishini ochishmayapti, boshqa qilishmayapti, endi bilmadim. Menga ham shart emas degandek qilishyapti, lekin reglamentga asosan reglamentda agar o'zim ochaman degan narsa paydo bo'lib tursa, o'shanda misol uchun ishini ochmasa bo'ladi. Hozir bo'lsa u narsa yo'q, ya'niki demak biz ishini ochishimiz kerak. Mana ko'ribki 7 ball 34 minggacha koeffitsient. Lekin zakazdan darak yo'q. Menimcha klientimiz mana shu bo'lsa. Yandex. Присаживайтесь. Владимир. Так удобно? Сейчас. Нет. Uch daqiqa 18 sekund vaqt, 61 ming so'm pul kopilkada do'stlar, biz yetib keldik, bu yoqqa desam bo'ladi.
bolalar ham shunaqa yig'ilib, shunaqa asabga tegdi desam ham bo'ladi. Ash 61 million emas, 61 millionlik nervlar, tomirlar uzildi. Bilasizlar nimaga? Ulardan bittasi mana bu narsa. Oldin Rossiyadagi blogerlar kanalida bo'lardim mana. Yangi suyida ozgina ochildi bo'ldi, shu bilan qolib ketdi. Baraka topib ko'r, shuni avval hech bo'lmasa o'zim bilan men maqilaman endi bu suvni misol uchun. To'g'rimi? Nima qilaman? Qatgan qilaman men. Dvorniga, oynaga qila olmayman misol uchun. Просто tak ortiqcha расход, isrofgarchilik degan narsa mana shu o'shaning hisobiga ham men o'sha kunlari o'sha 2 kun ishlaganimdan keyin biznes ishlagim kelmay qoldi, chunki mana shunaqa holatlar birinchi ko'p. To'g'ri, men ham angelochik emasman misol uchun. Nima deydi? Begunoh odam emasman, bizda ham gunoh bor. Tan olamiz bu narsani, lekin bunaqa narsaga kelganda emas. Nima demoqchimanki, hurmatli meni kuzatib o'tgan bo'lsanglar, Yandex foydalanuvchi, Yandex mijozlari, shu ochig'i sizlarmi? To'g'ri, bizning ishimiz ham mana shu narsa. Lekin avvalinglar o'zinglar bilan mana shu narsani ovora qilmasdan bizani bo'ldi, boshqa gap yo'q bu yerda. Hozir tashab ketyapsizlar, men nima qilishga ham hayronman, ochiq gap. Latta. Yursa yura qolmaydi. Mana bitta ajiotaj bo'lib qoldi. Hozir mana Spark orqada 4 yillik qilyapti. Mana bitta mashinalar probka. To'g'ri, bu dunyoda misol uchun juda ko'p isrofgarchiliklar o'zi shunday ham davom etyapti, ketyapti, boshqa bo'lyapti, lekin bunaqa darajada emas-da, misol. Bunaqa darajada nima deydi? Endi klient o'ziga gapirmaysanmi desangiz bo'ladi. Odamlar hozir gap ko'tara olmaydigan bo'lib qolgan. Xat orqali, mana shunaqa video orqali, video murojaat orqali gapirmasangiz, ko'pchilik o'ziga olmaydigan bo'lib qolgan. Bu taksichi gapiryapti. Agarki bir ulug' bir yetuk bir olimlar, ulamolar gapirsa, eshitishadi, lekin qolganlarni nima deydi? Oddiy tilda qilib aytganda, tabaqalashtiradigan, tabaqa anaqasiga tushib qolgan bizni, sortlashtiradigan bo'lib qolgan insonlar ham yo'q emas. Bizga bo'lsa navbatda keyingi zakaz 207 kilometrdan 3000 so'm koeffitsiyenti bilan kelib tushdi, qayerdan? Malika bozordan. Bu yerda endi biz mijozimizni ham topib olishimiz kerak. Sharoitga qarab eshikni ochib berishimiz kerak. Malika bozor juda ham eng opasli joylardan bittasi. Bu mijoz bilan 8 kilometr 400 metrdan ham bor ekan. 6 kilometr 600 metrdan ham bor ekan. Parkenskiga. Azonef nima shunaqa degan joyga borar ekanmiz. Zakazimizni kartali. Shu yerda? Ha, shu. Eshikni oching. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'sh, 20 daqiqada aziz do'stlar yetib keldik. Eshitdinglar, eshik ochish shart emas ekan. Parkenskidagi Korzinkaning ichida o'sha Azonevks degan joy bor ekan. Shu yoqqa keldik. Summamiz 49 ming bilan yopildi. Eshikni ochaymi desam yo'q dedilar, kerak emas dedi. O'zinglar ko'rdinglar. Chiqqanlarda ham o'zlari ochdi, nimagaki men endi bularni bilmadim, bularliklarni va bular yangicha Honjiga, ya'ni o'tirmagan ekanlar, adashtirib qo'yib qidirib yurgan ekanlar ishlari bo'yicha. Shuncha klient tashigan bo'lsam, mana shu 3079 kilometrgacha birinchi marta shunaqa klient chiqishi, ya'ni farq qilolmadim deb, va undan tashqari biznesda shu narsani guvohi bo'lyapman. Bu sizlarga g'iybat emas, prosta o'sha qanaqa nima deyotganligi, biznes tarif o'tmoqchi bo'layotganligi, kibrni, o'sha kattalarini ochuv gap ko'ryapmiz o'sha yerda. Rostakazim kibr, rostakazim nima deydi, o'sha o'zidan kimdir yasab oladi. Menga qiziq joy yo'q. Shunchaki bu tarifga o'tmoqchi bo'lganlar bo'lsa, shu narsani nazarda tutib qo'yaman, bilib qo'yinglar. O'zi komfort chaqirib o'zi start chaqirib kibrlanma deb o'zimizdan o'sha tarifda biz aytardik-ku, mana bu yerda rostakazim kibr. Syomka qilishga uspet qildim aziz do'stlar. 241 metr masofadan bizga biznesdan navbatdagi zakazimiz kelib tushdi. Eslatib o'taman, ko'chada juda ham ajiotajli probka. Okam mana turib oldilar boshlanishiga. Shuncha joy turibdi mana bu yerda, mana baraka topsinlar. Biz o'zimizni ish jarayonimizni davom ettiramiz aziz do'stlar. Mijoz. Bizani mijoz qani ekan, bizani mijoz.
mijoz. Shu ekan. Bu emas ekan. Shu ekan. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер. Все, поехали? Может. Открыть дверь или как вам? А? Как пожелаете. Там уже нет. Да, можешь открыть. Все. Удачи вам. До свидания. Xo'sh, juda ham opasniy joyda to'xtavimiz. O'zi Toshkentning hamma yog'i opasniy bo'lib qolgan. Ketgan vaqtimiz 10 daqiqa 35 ming so'm pul kopilkada klientlardan o'zinglar eshitdinglar, so'rab qo'ydim. Tushishda ochaymi, ochmaymi deysan, yo'q, shart emas deyishdi. Tak. Rashodimiz nechinchi? 3-zakazimizni o'zi amalga oshirib bo'lmiz. 13,5 ming koeffitsiyentlar bilan ham zakazlar tushib turadi. Lekin juda kam. Hozir mana mana gap isboti bilan ko'rayotgan bo'lsanglar, bez koeffitsient biznes tarifdan tushyapti 900 metr podachadan. Ya'niki, xo'sh, biz hozir qatga mana shu yerdan 10 ga qayilsak 900 metrdan ham kamroq bo'ladi. Shevchenko ko'cha, o'sha oxirgi paytda pivnoy festival ko'p bo'layotgan joydan. Xo'sh. Aziz do'stlar, 10 daqiqada biz aeroportga yetib keldik. Terminal 2 ga zakazimizni ko'rishingiz mumkin. 30.500 so'm bilan naqdga yopilgan zakaz. 5 yulduz qo'yib qo'yamiz. Ortiqcha pul qo'shib berishgani yo'q, lekin nostalgik moment to'g'ri tushunib, ya'niki hozir yo'lda ketayotganimizda endi baribir distansiya olib yurishimiz kerak. Distansiya olib yurgan holimizda ham oldimizda o'sha endi raqamini aytmayman, qo'shni shu shahardan kelgan haydovchi svetoforda juda opasniy движениялар qilganda ham yo'lovchilar boshqacha nima deydi bir fikr bildirishmadi, hatto men bo'lganini so'kib yuborgan bo'lardim. Ya'niki svetofor yashil yonyapti, где-то bir 4-5 metr masofa bor. Mashina shu oldimdagi mashina tez qo'zg'alyapti-da, ketidan biz ham sekin qo'zg'alsa, yana reski to'xtab, zaddiga urib orqaga o'zi tushunmayapti-da nima qilayotganini-da. Do'dirab qo'yapti u haydovchi, u mehmon. Yoki bilmadim, yoki atilab qildimi, ya'niki mashinamizda DTP bo'lishiga mana shuncha holat qoldi. O'sha mahal men klientlarning reaksiyasiga qarab tursam, yo'q, chiroyli reaksiya qilib, boshqa qilib, hatto rossiyalik insonlar, rossiyaliklar обычный sal kaprizliroq bo'lishadi, lekin to'g'ri qilib o'zing yaxshimisan, hammasi joyidami deb mendan hol-ahvol so'rashga tushib ketishdi. Baraka topsa, yaxshi, mana 4-zakazni biz amalga oshirib bo'ldik. Ishlashda davom etamiz. Haydovchilardan bo'lsa, iltimos sal hushyorlik bilan mashinani boshqarsanglar juda ham xursand bo'lardi. Ayniqsa o'sha qo'shni viloyatlardan keladiganlar bu yerda do'dirashni, qo'rqishni hojat yo'q. O'zingizda qanaqa qonun qoida bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa. Cho'chish kerak emas, sharoitga qarab akkuratni haydab ketaverish kerak. Va shu bilan birgalikda bizga navbatda biznes tarifdan keyingi zakaz kelib tushdi. 2,5 ming so'm koeffitsiyenti bilan qattan Severniy vokzaldan kelib tushdi aziz do'stlar. Severniy vokzaldan. B tochkamizga keladigan bo'lsa, u B tochka keyingi oyga ochiladi. Xudo xolisa, ballarni yig'ib qo'yganmiz, chunki ancha vaqtdan beri sizlarga biz Yandex ishlamayapti. Ya'ni uklonni ishlayapti. Uklonda endi men har qancha harakat qilsam ham biznes tarifga zakaz kamroq, shuning uchun ishlab bo'lmayapti. Boshlarasa harakat qildim uklonni o'zida qolishga, lekin iloji bo'lmadi. Shuning uchun nima deymiz, vaqt bekor ketmasligi uchun yana qaytadan Yashkaga, Yanduga o'tdik. Xo'sh, 1 daqiqa 12 sekund vaqt, 14 ming so'm pul, 780 metr masofaga tashab qo'ydik. Bizga viloyat keyingi zakaz 5 koeffitsient kelib tushdi. Ishlashda davom etamiz. Biznes tarifda tuyg'ular qanaqa, odamlar qanaqa deydiganlarga, odamlar yaxshi ancha, mana qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Endi orada bitta-ikkita negativchilar bo'lmasa, lekin komfort startlardan kerak bo'lsa, komfort pluslardan ham ancha yaxshi. Endi primer tarifga Alloh nasib qilsa, balkim
kengaygan, undan kengaygan o'tarmiz. Hozirgi mahalda ham primer tarifga o'tadigan mashinamiz bor, lekin har bir narsa o'zini vaqtida zinama o'sha nima deydi, o'rin ketma-ketlik bilan qilingan yaxshi deb o'ylayman, chunki biz umuman ishlamaganmiz, bu yerda bu mas'uliyat kattaroq. Shuni hisobiga, o'shaning uchun boya aytganimizdek ketma-ketlik bilan ishlashga harakat qilamiz. Shahrimizning go'zalligi keladigan bo'lsa, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, aziz do'stlar. Bu hozirgi zakazimizni biz Afrosiyob ko'chasidan, biznes sentrdan olib ketganlik kiyomimiz. Mana shahrimizning go'zalligi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Все, поехали. Shohjahon улица, yes? Aha. Shohjahon. Don't understand it. You know English? Yes. I say for you this place, yes? We need to go, Okay. right? 9 minutes. Yes. Okay. How much? It's enough? Okay. Thank you. Welcome also. 23,000. Okay. Okay. You want I will open door? Open door, I will open. No. It's okay? Okay. Thank you. Okay. Bye. Xo'sh, Xitoylik mijozimizni olib kelib qo'ydi. Summamiz 23 ming edi. 3 kilometrmi esimdan chiqarib qo'ydim, to'g'risini aytsam. Gostinitsa Rossiyada Askiya bozori orqa tarafidagi Sichuan hoteliga 25 ming so'm berdilar. Zachi kerak emas deganini yig'ib, summamiz 23 ming bilan yopilgan edi. Ishlashda davom etamiz. 21 minutda Chilonzorga yetib keldi, aziz do'stlar. Bizda ozgina pauza bo'lib qoladi deb o'ylayman, chunki xo'sh, mana shu 10 taraf dvornigimiz ko'rishingiz mumkin, ishlamayapti. Hozir kengroq joy topib, bir shuni ko'rishimiz kerak. Mana ko'rdinglar? Xo'sh, o'rtoqlar. Qo'ynimizdan chiqarib 20 ming so'm berdik. Sem O'zbekiston mana shu gruppa bor. Telegramda men o'sha bo'shab qolgan ekan, endi o'zinglar qilib qo'ysang bo'lardi deyishligi mumkin. Bunaqa mashina birinchi marta haydashimiz, o'shaning uchun ustasi ko'rgani ma'qul deb ustasiga olib keldik. Kakras shu Chilonzorda ekan bularning joyi. Shu bahona hozir mana Rusifikatsiya YouTube bilan so'rasam 1 million deyishdi. Hammasi garantiyalari bilan, muammosi yo'q, hech qanaqa kuyib qolgan joyi yo'q deyishdi. Kelishtiriladigan joyi bormi desam, yo'q, ko'chada o'zi $600 qilishyapti deb gapirishyapti. Endi ko'ramiz. Bizda hali Xitoy tilida rusifikatsiyasi yo'q. Pul bo'lib qolsa shularga, bo'lmasa mana sizlar hurmatli obunachilar borsizlar, podskaska qilib arzonroq joyini topsanglar, ko'rsatarsizlar. Ko'chada bo'lsa, bandasiga ham, ob-havoga ham ayon bo'lmagan, yomg'ir yog'yapti aziz do'stlar. Mana men unaqa deyman, boya ob-havoni qaraganimda sal chang to'zon bo'layotgan mahal edi, yomg'ir ko'rsatmayapti. Даже bulutli havo ham ko'rsatmayapti, ochiq gap. Lekin mana ko'rib turganimdek ajitajni yomg'ir. Endi bularga keladigan bo'lsa, qo'ynimdan chiqarib men shu pulni berdim. Yosh shogirdi bor ekan, nech pul bo'lasan, qo'yningizdan chiqarib beravering dedi. Qo'ynimdan chiqarib berdim, chunki hojatim chiqdi, misol uchun. Lekin dальнейшийga mana o'zimizga dars bo'ldi bu narsa, nobodorga. Shunaqa holatlar bo'lib qolsa, mana shunaqa qilib o'zimiz ham qotirib olaveramiz. Endi JMdan keyin birinchi boshqa o'sha nima deydi, brend ostidagi mashinaga birinchi marta o'tirishimiz. Yandeximiz yo'q-ku. Yonyapti kefli, lekin zakaz yo'q. 7 zakaz, mana ko'rishingiz mumkin, 201.397 so'm. Va alaykum assalom. Yopilmasdingmi? Ha, ozgina. Ketdim bo'ldim. X-Fit o'ziga. Eshikni ochib yuboring, o'zingiz tushib olasizmi? Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p. Chiqib
O'tganlarda ham o'zlari ochdilar. To'xtashimni kutmasdan oldimga yurib kelayotdilar. Sal ozgina endi bamperimiz tegib ketdi, chunki telefonga anqayib kelayotdilar-da. Men ham qarab turibman. Ya'niki qanaqa tegib ketdi, o'zlari kelib rashot tomon urildilar-da, ozgina sal xafa bo'lib qoldilar. Endi bizning vazifamiz mayli ayol kishi anaqa qilmaymiz. Ochib beraylikmiz, yo'q dedi ishini. Zakazimizga 4 minut vaqt ketdi. Summamizni necha pul bilan yopildi? Esimdan chiqib qoldi. 14 mingmi, 16 ming bilan yopildi. Hozir ko'ramiz. 16 ming so'm bilan yopilibdi. Endi foizlarni olib tashlash kerak. Bunda foizlar lekin haliginday bo'lyapti hammasi. Choy pullari degan narsa mana o'zingiz ko'ryapsizlar. 8 ta zakaz bo'lsa bitta boya Xitoylik 2000 so'm choy puli berib ketdi. Bunga hech qaysi bir bergani yo'q. Endi zorli ma'nosida emas, shunchaki bilib qo'yinglar o'zingiz uchun demoqchiman-da. Hech bir anaqadan 50 ming, 100 ming, 60 ming, 100 dollar degan choy pullar, bunaqa narsalar olganimiz yo'q hali. Iloyim bo'lsin. Здравствуйте. Здесь? Удачи вам, хорошего отдыха. До свидания. Xo'sh, aziz do'stlar, bu May taksidagi zakazimiz edi. 2,5 kilometrga olib kelib qo'ydik. Eko tarifidan anaqada elektro degan gap. 19,5 ming bilan yopdik. 13 ming so'mmi, 11 ming so'm koeffitsient bilan olgan edik bu zakazni. Rasa kutdim May taksi kun bo'yi bermadi va nihoyat oxiri ana berdi. Sen bo'ladi. Soatimiz bo'lsa 9 dan 15 daqiqa o'tibdi. Ishlashda davom etamiz. 1 sekund. Rahmat. Yeah, rahmat. Thank you. Welcome. Xitoyliklar shu sigareta bilan chiqmoqchi bo'ladi. Jinnini yog'i hozir ham gapirsam, deb tashlaveryapti-da. Eng qizig'i hozir yaqinda polik tozaladim. Endi hammasi ham emas, unaqasi o'zimiz ham bor, lekin bularda ko'proqda, ko'p uchraydi. Kommentariyada yozib ketinglar. Mana misol uchun agar shu ruschani, o'zbekchani o'rgangan xitoyliklar bor, ko'rsin, shular etsin. Shu tushunmaganlariga sal bunday mentalitet, tozalik degan narsaga e'tibor berilsa juda zo'r bo'lardi-da. Hozir mana ko'chada yomg'ir, to'g'ri misol uchun yog'ingarchilik ketyapti, boshqa bo'lyapti, lekin gap ismoti bilan mana ko'rsanglar bo'ladi, ko'rasizlar. Yana kamiga hozir hamma lampochkani yoqib o'chirmasdan ketdi. Xo'sh, soatimiz 15 ga 10 bo'ldi. 9 zakaz bilan qoldi pakashto. Hozir bitakka kelyapmiz, o'zimizning bitakimiz bor. O'rtoqlarimiz shu degan hamkasblarimizda, do'stlarimizda zakaz babi yo'q hisob. Kutamiz ozgina. Nima deydi? Dam olish deydimi? Sardor Shotda, Jahon Shotda. Turishibdi. Tirjayib. Ro'shan egam qayerda ekanlar? Ro'shan egam. Yomg'ir to'xtadi desam ham bo'ladi. Chumal. Yo'q, qarasam zakaz yo'q o'rtoq. Shuncha kelyapman, diydor g'animat dedi. Assalomu alaykum. Aynan. Yana kasdim. Zarbalda o'tdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Do'stim. Syomka ketyapti. So'kinmalaring. O'zingni yaxshi sularing. Biz unaqa o'rganmaganmiz, sochlar to'g'rilab, ha? Sochlar to'g'rilab. Bu dushi biznesmenlar bu dushi xudo xolisa. To'g'rimi? Ha, nima gaplar? Tinchmi? O'lyaptimi? Qani o'lyapti? Kamerangizni gapiring. Biznes tashladingiz. Klient. Hamkasblar bilan shu tanishib gaplashayotgan mahalimda 10,5 ming bilan zakaz kelib tushdi. Eshikni o'zi ochar ekan klientimizni. Biznes tarifidan navbatdagi zakaz. Mana shu bankdan o'zi kerak. A to что-то здесь Tesla. А где Tesla? Вот Tesla. А, все. Удачи вам, можете открывать. Спасибо. Тоже. До свидания.
eshigini moldan 5 battar yopishini 26,5 ming bilan zakaz yopdik. O'zi oldidagi odam silishga mol ekan. Ochuvga chiqqandan недовольный bo'lib, nima deydi, sideniya deydi, elektroligrolovka emas deydi, boshqa deydi, bu deydi, bu aytdim, agar ma'qul bo'lmasa dedim, boshqa mashina chaqirishim mumkin, hech anaqa joyi yo'q uni. Sheriylar bo'ldi, lamatsa qilma, doting tip anu. Yaxshi mashina, zo'r mashina keldi-yu, kichkina mashina emas, boshqa narsa ham. Xotinlardan 5 battar. Bizga bo'lsa vlyot keyingi zakaz 5000 koeffitsiyenti bilan kelib tushdi. Ishlashdi. Большое. До свидания. Доброй ночи. Вам тоже. Xo'sh, o'rtoqlar, navbatdagi zakazimizni ham yopdik. 5 kilometr 600 metr masofaga 36,5 ming bilan. Shunda по счету biz 12-zakazimizni qildik. Summaga keladigan bo'lsa 320 ming atrofida bo'ldi. My Taxiniki bilan qo'shadigan bo'lsa 323 ming bo'ldi. Zaryadkamiz 20% qoldi. Uydan chiqib ketgandan keyin 94 kilometr yurimiz. Hozir zaryadkagacha yana bir 5-6 kilometr bor. Xonobodda o'sha 1,5 millik podstansiya Mustangga o'sha yoqqa borib qo'yamiz. Tak, 6,5 soatdan beri zavod o'tirgan ekan mashina. Zakazimizni qarasak, birinchisini 5,5 olgan ekanmiz. Hozir soat 10:30 bo'lsa, 5 soatdan beri biz liniyadamiz desam bo'ladi. Shunda tak 94 kilometrdan menimcha yo 80 yoki 75 atrofida kilometrajni shu taksi sohasiga ishlatdik desam ham bo'ladi. Qolganini stansiyada gaplashamiz. Xo'sh, qadrli do'stlar, soatimiz 12:30 bo'ldi. Biz mashinamizni mo'yka qilib oldik, zapravka bo'ldik, qornimizni to'yg'izib bo'ldik. Endi bo'lsa navbat ishga yaltirab turishni qaranglar buni. Yaltirab gap bo'lishi mumkin emas. O'zi yumasak ham bo'lardi, lekin bilasizlar, bizning tarif tufayli bu yog'iga yana ham vнимательный qarashimiz kerak. Shuning uchun bo'yka qilib tayyorlab ishga chiqib ketamiz. Zaryadkamiz 95%, 474 kilometr zapas xod ko'rsatyapti. Bundan oldingi bo'lsa zapravkani hozir hisob kitobini qilib ko'ramiz. Xonobod, Jaki, Izumrud to'yxona. Padilam rejimni oxiri o'chirdik, shuncha yoqqanimizdan foydasi bo'lmadi. Soatimiz 4:1. O'chirishimiz bilan bizga 4,5 ming koeffitsiyenti bilan aeroportdan zakaz berdi. Elektro tarifidan, chunki biznes jimjit bo'lgan, shu elektro tarifi ham yoqdik. Ishlamasa bo'lmaydi, ishlashga harakat. Yangi oy kirib keldi, xudo xolasa mana. Yo, agar qo'rqaman siz kuzatib qo'yaman xolasangiz. To'g'ri ma'noda. Mashinamiz ham ancha uzun mashina-da. Kirgizmay qo'yursan. Kuzatib qo'yaymi? Agar anaqa Yuring. Hadizda qo'rqaman o'tganingizga aytganman. Odam chiqib qoladi. Bo'ldimi? Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p. Xo'p. Mashinada kirish iloji yo'q edi, chunki juda ko'cha tor ko'chalar, o'rtoqlar, shuning uchun kuzatib qo'yishga majbur bo'ldik. Shunaqa holatlar ham mana bo'lib turadi katta tariflarda. Bu bizning My Taxida 12 dan keyingi birinchi zakazimiz edi. 3,5 kilometrga Comfort Pro'dan 26,5 mingga olib kelib qo'ydik. Ishlashda davom etamiz.
Finish? Yeah. Okay. Xo'sh, 27 ming bilan zakazimizni yopdik. Ketgan vaqtimiz 7 daqiqa. Xitoylikdan olib kelib qo'ydik aeroportdan. 4 kishi chiqmoqchi bo'lishdi. 4 kishi mumkin emas dedim. 3 kishi chiqasan dedim. 3 kishi chiqardik. Ishlashda davom etamiz. 3,5 kilometrga olib bo'lgan zakaz edi. Sizga nima charchamang. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'sh, 12 dan keyingi navbatdagi elektro tarifdagi zakaz bizga biznesdan 3,2 kilometrdan zakaz kelib tushdi. Elektrodan zakaz tushayotgani uchun barlarni yig'ishtirib qo'ydik. Joyiga qo'yib qo'yish kerak. Ana zakaz 1 million. Klientni kutishi xohlashmadi. Xo'sh, o'rtoqlar, bizga Hayat Regency gastitsasidan, mehmonxonasidan biznes tarifdan best koeffitsient navbatdagi 3-zakazimizga kelib tushdi. Bilib suvlarni joyiga qo'yib qo'ydik. Ish susaygani uchun boya aytganimdek yana o'sha elektro tarifni ham yoqib qo'ydik, chunki ishlar susaydi. Jimjitlik, sukunat. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Все, поехали? Да. Xo'sh, aziz do'stlar, 56.500 so'm, lekin klientimizga 60 ming berishdi. 12 kilometr masofaga biznes tarifdan biz Chilonzor 15-kvartalga odam olib keldik. Так, удачи вам, хорошего отдыха. До свидания. Xo'sh, aziz do'stlar, kutilmagan voqea. Syomka qilishga uspet qildik. 10 ming koeffitsient bilan 2,5 kilometrga bergan zakaz edi. 28 ming bilan biz bu zakazimizni yopdik. Juda ham yaxshi bo'lyapti, chunki endi mana ko'tarilish boshlayapti desam ham bo'ladi. 10 ta zakaz hozir 260 ming bo'lmadi, hali ochiq gap. 260 ming bo'lgani yo'q. Biznesga qiziqqanlarga ko'rib qo'yishingiz mumkin. Hali o'zi bunaqa nima deydi, 500 mingdan oshiq zakazlar ishlaganimiz yo'q, bu moshaga o'tirganimizdan beri. Birinchi kunmi, ikkinchi kun olganimda shu ishga chiqishni boshlaganimda elektromi Comfort Plus tarifidan bir marta o'sha kirmadi, 800 ming bo'ldi. Ito'g o'shanda ham anaqaga menda Sirdaryoga zakaz tushib qolgani uchun o'shanda shunaqa katta summa ko'tarib berdi. Lekin o'shanda ham kilometraj 300 kilometrdan oshiqroq bo'ldi. Zakazlar soni bo'lsa 18 ta shunaqa zakaz qilgan edik. Удачи вам, хорошего отдыха. До свидания. Берегите себя. Xo'sh, aziz do'stlar, soatimiz 4 dan 10 daqiqa o'tdi. Biz bu mijozlarni 18 kilometr masofaga olib borib keldik. Общий 18. Soatimiz 4 dan 10 daqiqa o'tdi. Charchadim desam ham bo'ladi. Summamiz 89 ming bilan yopildi. Biznes tarifdan best koeffitsient tushgan zakaz edi. Bahram ishlashda davom etamiz. Xo'sh, qadrli do'stlar, shu bilan ish vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz ish vaqtimizni shu kun tugatdik. Juda ham charchadim, shuning uchun oxirigacha syomka qila olmadim. Qariyb endi ana zaryadkalar bilan hisoblaydigan bo'lsa, biz umumiy 13 soat ko'chada bo'ldi, shuning uchun. Va undan tashqari ishlar unaqa yopishgani yo'q. Shunda общий hisobda biz aziz do'stlar 552 ming so'm toza pul ishlaymiz. O'sha hamma komissiyalarni chiqarib tashlaganimizda va 552 mingdan yana
100 ming yoq bu yoq ovqatlanishimiz bilan shu zaryadlashga chiqarib tashlash suv bizga qolayotgan summa bo'lyapti. Kilometrajga kelgan bo'lsa, kilometrajimiz 157 kilometr bo'libdi rovna. Ana roqib aytganda 14 ta zakaz nima deysizlar? Kommentariyada fikrlarini qoldirib ketinglar. Bu yerda elektrodan 2-3 ta qo'shilganda, may taksidan zakaz qo'shilganda shuncha bo'ldi. Biznes tarifda endi mana sizlarga men birinchi video obzor qilib beraman. Balkim Xudo xolisa, nasib qilsa bu yog'iga katta shu choy pulli zakazlar tushib qolar, lekin 3-marta mana biznes tarifda ishlayotgan kunim bo'lsa, bunaqa zakazlarga men hali duch kelganim yo'q. Shuning uchun har xil bahonalarga, har xil gap so'zlarga ishonib qolmanglar. Bu taksichilik hech qachon doimiy, stabilniy bir xilda bo'lmagan. Bir kun bundoq bo'lsa, bir kun bundoq bo'lishi mumkin. Zakazlar umuman bo'lmaydigan kunlar ham bo'lishi mumkin. Lekin plyuslariga keladigan bo'lsa, yaxshi, odamlar ancha yaxshi nisbatan. Kilometraj ham kam bo'ldi, misol uchun, chunki Comfort Star tariflarida bunaqa pulga bundan ko'proq kilometr men yurgan bo'lardim. Endi qolganlarning kilometrajiga men qaramayman, ochiq gap, qolganlarniki bilan solishtirmayman. Hammaning ishlash uslubi har xil. Meniki shunaqa uslubda. Har doim ham qo'l kevermaydi. Hammaniki sen mana bunaqa ishlasang, mana bunaqa bo'lardi. Sen unaqa ishlasang, mana bunaqa bo'lardi deyishligi mumkin, lekin bizga yozilgan bugungi kundagi o'sha ish jarayonidagi Allohning bergan nasibasi shu ekan. Boriga shukr. Nima deymiz? Sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi Xudo xohlasa biznes tarifidagi video obzorlarimizni kutib qolinglar. Tez kunlarda sizlarga qolganlarni ham namoyish qilib ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'iga endi Biznes Elektro Comfort Plus ancha yillar mobaynida bizdan shu so'rab kelgan muxlislarimiz, obunachilarimiz bor. Mana ularni o'sha so'raganlari ham amalga asta sekinlik bilan oshdi. Allohga behisob shukr, shu kunlarga yetkazganiga, ko'rsatganiga nima deydi, shukrlar etib qolamiz. Kommentariyada savollar bejavob qolib ketayotganlarga yana bir marta qaytarib o'tamiz. Har bir videoning opisiyaniyasi yoki kommentariyasida silkasi Telegram gruppamizdan, ya'ni 2 Telegram gruppamiz bor. Taxi Store va Uklon Yandex qirollari gruppalari bor. Shu silka orqali o'tishingiz mumkin. Savollarga javob, taksichilik sohasiga kirmoqchi bo'lsanglar, bemalol ko'rib o'zingizlarga o'sha nima deydi, kerakli bo'lgan ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Undan tashqari bo'lsa, eng so'nggi, eng yangi xabarlarni biz Instagram kanalida qo'yib boramiz. Instagram profili orqali ekran chekkasida ko'rishingiz mumkin. Bizning Instagramda qanaqa topishni charchamanglar, sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Biz yangi kun, yangi ish kunini boshlash arafasida turibmiz. Tez kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.